Narkotik iste'mol qilishni to'xtatgandan keyin yana qaytib iste'mol qilib qo'ymaslik uchun 3 ta layfhak. Xo'p, birinchisi bu atrof muhit tozalash. Jamiki iste'mol qiluvchi inson yoki iste'molga aloqador narsa bo'lsa, har bittasini tozalab tashlash kerak, chunki har safar ko'rganida bu narsa uni eski olgan ta'sirotini eslatib yoradi va o'shanda miya qaram insonni boshqarishni boshlaydi. Ikkinchisi o'ziga mustahkam maqsad qo'yish. Masalan, 30 kun nima bo'lgan taqdirda ham men iste'mol qilmayman. Sababi 30 kundan keyin odamning fikrlashi, narkotikka bo'lgan xohishi va biologiyasi o'zgarishni boshlaydi. Uchinchisi, eng yaqin siz tushunadigan insoningiz bo'lsa, ichingizdan o'tayotgan ta'sirotlarni, qiyin holatlarni, vaziyatlarni постоянный bo'lishib borish. Sababi bu narsani o'zingiz yolg'iz ichingizda saqlab yursangiz, bu ichingizdan yeyishni boshlaydi. Emotsionalniy og'riq paydo bo'lgandan keyin buni psixika ko'tara olmaydi, o'zini обезболивать qilish uchun yana narkotikaga qaytib borish ehtimoli bor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling. Qanaqa vaziyatlarda qiynalib olsangiz, kommentariy yozib qoldirib ketsangiz, keyingi videolarda ularga ham yechim berib ketaman.